Ata, Ürümchida bütün Uyg'urlar yig'ilib Xitoylarning bizga qilayotgan zulmiga qarshi namoyish bor ekan-ku. Hey, baray desam qaysi kunini yezdi Xitoylarga kelib yig'ib qo'ygan 100 koy pulni bug'doy teriydigan yerga qich terib sen deb 100 yon jarimani elib ketdi. Endi baray desam pul yo'q, namoyish qilib bora olmasam men qanday Uyg'ur bo'laman ha dada? Ko'nglingni buzma o'g'lim. U kafirlar bir kuni jazosini yeydi. Alloh ularni jazolaydi. Ya Allah, qachon bu vatanimiz Sharq Turkiston ozod bo'lar? Yig'lama o'g'lim. Yig'lama o'g'lim. Vatanimizni ozod bo'lishi sizlardek yoshlarga bog'liq. Umidimiz sizlarda o'g'lim. Allah sizlarning umringiz uzun. Kuch qudrat bersin. Vatanimiz Sharq Turkistonda haqiqatda ozod bo'lsin. Ya Allah. Tur bolam. Men uyga kirib chiqay. Mana bu, men yig'ib qo'ygan 50 kun. Kira qilib Ürümchiga berishimga aran yetib. Mana ala bolam. Yo'q, dada. Men bu pulni olsam bo'lmaydi. Siz buni to'g'ri etishingiz kerak. Bu vatanning ishi. Qo'shib ketar ala bolam. Canım bolam. Xitoylarning bizga ko'rsatgan zulmi qolmadi. Barg'in Uyg'urlarning ozodligi uchun namoyish qil o'g'lim. Seni Allah topşırdım. Ölsen şehit, gelsen mücahit. Kopya balam, jenge atlan. Benim balam. Şuarım, Şarkı Türkistan'da azatlık bulsun. Makul dedem. Allah'a emanet oğlum. Ey Allah, oğlumga o'xshash yigitlarga kuch-quvvat bergin. Bizning o'g'il qizlarimizda vatan saptin munofiqlardan qilmagin. To'g'ri yurak, qo'rqinchoqlardan qilmagin. Bütün yoshlarimizga vatan uchun hatto jinini fido qilgan bir ruh ato qilgin. Vatan uchun shahid bo'lgan o'g'il qizlarimizning yotgan yerini jannat qilgin. Allah senden bey qadirsan.